Komila? Ey Komila. Ha, Tur, choyboyingni qo'ymaysanmi? Men ishga kech qolaman. hozir chiqib turavering, adasi, hozir chiqaman. Tur tezroq. Yoqardi bu biri qaysi? Uy. Assalomu alaykum ona. Va alaykum assalom, kelding bola. Keldim. Kel, o'tir, joy. Ha, adasi, kayfiyatingiz yo'q. Yana ishingiz o'xshamadimi deyman. Oldin yengil kelinlik paytimda zo'r pul topardingiz. Hozir ishingiz ham yurishmayapti, o'xshamayapti. Barakasi uchganmi deyman-da. Ha, barakasi uchadi bolam. Siz yeng kelin paytingizda ertalab turib, hovlilarni supurib, suvlarni sepib, darvozalarni ochardingiz. O'g'limni ishga kuzatib, orqasidan duolar qilardingiz. Hozir nima qilyapsiz? O'g'lim bechora o'zi turib choyini qo'yib, o'zi ichadi. Nima qilyapsiz? Kuzatib qo'ymasinmi? O'g'lim ishga o'zi ketadi. Oldin duolar qilardingiz. Duo degib choy damladirmiz hozir. Baraka qayerdan bo'lsin? G'aflat bosib, 10 gacha uxlaysiz. Baraka qopdimi? Barakani hammasini siz uchun deysiz. Hozir men choy damlab kelib qolib, piyolanchalik kelaman.